Blockchain termini bugungi kunda juda mashhur. Blockchain o'zi nima? U qanday tuzilgan va nima uchun zarur? Keling, buni tartib bilan ko'rib chiqishga harakat qilamiz. So'zma-so'z tarjima qilganda, blockchain bu ma'lumotni o'z ichiga olgan bloklar zanjiri. Ushbu texnologiya birinchi marta 1991-yilda bir guruh tadqiqotchilar tomonidan raqamli hujjatlarni saqlash uchun yaratildi. Blockchainda ma'lumotlarni o'tib ketgan sana bilan yaratishning yoki ularning mazmunini soxtalashtirishning imkoniyati yo'q. 2009-yilda Satoshi Nakamoto blockchain texnologiyasini raqamli kriptoaktiv Bitcoin yaratishga moslashtirdi. Blockchain bu hamma uchun ochiq bo'lgan, taqsimlangan daftar. U ajoyib xususiyatga ega. Ma'lumotlar blockchainga yozilgandan so'ng uni o'zgartirish juda qiyin. Qanday qilib? Keling, blokni batafsilroq o'rganamiz. Har bir blokda ba'zi ma'lumotlar blok heshi va oldingi blokning heshi mavjud. Blok ichida saqlanadigan ma'lumotlar blockchainning nima uchun mo'ljallanganligiga bog'liq. Masalan, Bitcoin blockchainida tranzaksiya haqida, ya'ni jo'natuvchi, oluvchi va mablag'larning qiymati haqidagi ma'lumotlar saqlanadi. Blokda hesh ham mavjud. Heshni barmoq iziga o'xshatish mumkin. U blokni va uning tarkibini to'liq identifikatsiyalaydi. Har bir blockchainning heshi barmoq izi kabi noyobdir. Hesh blok yaratilishi bilanoq hisoblab chiqiladi. Blok ichidagi biror narsani o'zgartirish heshni o'zgartirishga olib keladi. Agar blokning heshi o'zgarsa, blok endi avvalgi blok bo'lmaydi. Har bir blokdagi 3-element oldingi blokning heshi hisoblanadi. Bu bloklar zanjirini samarali yaratadi va blockchain texnologiyasi xavfsizligini ta'minlaydi. Keling, misol tariqasida ko'rib chiqamiz. 3 blokdan iborat zanjirni olamiz. Ko'rib turganimizdek, har bir blok o'z heshiga ega bo'lib, oldingi blok heshini ham biladi. Shuning uchun 3-raqamli blok 2-raqamli blokni, 2-raqamli blok esa 1-raqamli blokni ko'rsatmoqda. 1-blokda avvalgi blok haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Chunki u birinchi. Biz uni hosil qiluvchi blok deb ataymiz. Faraz qilamiz, siz 2-blokni o'zgartirdingiz, soxtalashtirdingiz. Bu 2-blokning heshini o'zgarishiga olib keladi. O'z navbatida, bu 3-raqamli blokni va undan keyingi bloklarni bekor qiladi. Chunki ularda endi avvalgi blokning heshi saqlanmaydi. Shunday qilib, bitta blokni o'zgartirish barcha keyingi bloklarni bekor qiladi. Ammo soxtalashtirishlarning oldini olish uchun heshlardan foydalanish yetarli emas. Hozirgi kunda kompyuterlar juda tez va bir soniyada 100 minglab heshlarni hisoblashi mumkin. Blockchainingizni yana haqiqiy qilish uchun siz blokni tubdan o'zgartirishingiz va boshqa bloklarning barcha heshlarini qayta hisoblashingiz mumkin. Shuning uchun bu kabi holatning oldini olish maqsadida blockchain proof of work ish isboti deb ataladigan mexanizmdan foydalanadi. Bu yangi bloklarning yaratishni sekinlashtiradigan mexanizm. Bitcoin yaratilishida ishning isbotini hisoblash va zanjirga yangi blok qo'shish uchun taxminan 10 daqiqa vaqt ketadi. Ushbu mexanizm bloklarni soxtalashtirish, o'zgartirishni ancha qiyinlashtiradi. Chunki agar siz bitta blokni o'zgartirsangiz, undan keyingi barcha bloklar uchun ish isbotini qayta hisoblashingiz zarur bo'ladi. Shunday qilib, blockchain xavfsizligi hashlash va ish isbotini birgalikda qo'llashga asoslangan. Ammo blockchain o'zini himoya qilishning yana bir usuli mavjud. Bu markazsizlashtirish. Zanjirni boshqarish uchun markazlashtirilgan obyektdan foydalanish o'rniga blockchain hamma ulanishi mumkin bo'lgan piring tarmog'idan foydalanadi. Kimdir ushbu tarmoqqa ulanganda, u blockchainning to'liq nusxasini oladi. Ulangan tugun bundan zanjir haqiqiyligiga ishonch hosil qilish uchun foydalanadi. Keling, kimdir yangi blok yaratganda nima sodir bo'lishini ko'rib chiqamiz. Ushbu yangi blok tarmoqqa ulangan barcha tugunlarga yuboriladi. Har bir tugun blokning haqiqiyligiga ishonch hosil qilish uchun yangi blokni tekshiradi. Heshlar tekshiruvi. Agar tekshiruv ijobiy yakunlansa, har bir tugun yangi blokni o'z blockchain nusxasiga qo'shadi. Tarmoqdagi barcha tugunlar kelishuvga erishadilar. Ular qaysi bloklar haqiqiy va qaysi biri haqiqiy emas ekanligi haqida kelishib oladilar. Soxta bloklar blockchain tugunlarining qolganlari tomonidan rad etiladi.
Shunday qilib, zanjirni muvaffaqiyatli soxtalashtirish uchun siz zanjirdagi barcha o'zgartirilgan bloklar hamda ulardan keyingi bloklar uchun ish isbotini takrorlashingiz hamda konsensus o'rnatish uchun blockchain tarmog'i tengma-tengligining 50% dan ortig'ini nazorat qilishingiz zarur bo'ladi. Shunda sizning soxtalashtirilgan blokingiz hamma uchun ishonchliga aylanadi. Ammo buning deyarli iloji yo'q. Blockchain texnologiyasi doimo rivojlanib bormoqda. Eng so'nggi ishlanmalardan biri smart kontraktlarni yaratish bo'ldi. Ushbu kontraktlar blockchainda saqlanadigan oddiy dasturlar bo'lib, ma'lum shartlar bajarilgan taqdirda ulardan mablag'larni avtomatik almashish uchun foydalanish mumkin. Shunday qilib, siz blockchain nima ekanligini, qanday ishlashi hamda qanday muammolarni hal qilishini bilib oldingiz.